Arne Slot boshchiligidagi omadsiz mavsumdan so'ng Liverpul rahbariyati keskin qaror qabul qildi. Jamoa boshqaruvini o'rtamiyona klublarda yorqin natijalar qayd etgan Andoni Iraolaga ishonib topshirdi. Ispaniyalik mutaxassis ilk yirik jamoasida yangi mavsumni qanday tarkib bilan boshlaydi? Juventusga transfer amalga oshmagach, Alisson Beker jamoaning asosiy darvozaboni bo'lib qoladi, lekin bu hozircha. Himoyaning o'ng qanotida o'zini to'liq namoyish etib bera olmagan Jeremi Frimpong harakat qiladi. Himoya markazida esa tajribali Virgil van Dijk bilan qishki transferxonasida xarid qilingan Jeremi Jake tandem hosil qiladi. Chap qanotdan esa tezkor Milosh Kerkez joy oladi. Yarim himoyada agar Adam Wharton transferi amalga oshmasa, Ryan Gravenberch tayanch zonasidagi joyini saqlab qoladi. Uning yonida esa Dominik Szoboszlai harakat qiladi. 10-raqam zonasidan Florian Wirtz joy oladi. Umid qilamizki, Wirtz Iraola qo'l ostida o'zining eng yaxshi formasiga qayta oladi. Hujumda esa muammolar bor. Muhammad Salah jamoani tark etganidan so'ng uning o'rniga transfer qilinishi kerak. Agar Yan Diamande PSG jamoasini tanlasa, Liverpul Bradley Barkaliyani o'ng qanotga olib keladi. Chap qanotda esa yosh iqtidor egasi Rion Nugumoho harakat qilsa kerak. Hujum markazida esa jarohatlardan tiklanib o'zini ko'rsatishga harakat qiladigan Alexander Isak joy oladi. Xo'sh, ispan mutaxassislari gegemonlik qilayotgan paytda Andoni Iraola Liverpulni top darajasiga qaytara oladimi? Voqealar rivojini birgalikda kuzatishni istasangiz, menga obuna bo'lishni unutmang.